Tefsirim müyesser. Maide suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey musulmonlar, Allah sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlarini tutishni va yeyishni halol qilib berdi. Allah sizlarga haj yoki umra qilish uchun ihrom ichida bo'lgan cheg'inglarda quruqliq hayvonlarni ovlashni harom qildi. Qiyomat kuni hisob maydoniga to'planganda azobdan saqlanishinglar va Allohning katta mukofotlariga noil bo'lishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Allohning buyurganlarining hammasini o'rindanglar. Allah to'sgan ishlarni darhol tashlanglar. Allah hurmatlik uy Ka'bani mo'min bandalarining qiblagohi, ularning hayoti uchun aman joy qilib berdi. Chunki ular Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirdi. Allah buyurgan farzlarni o'rindadi. Urush qilish cheklangan oylarning hurmatini saqlab, hech kimga chekilmadi. Allah yana haramga opirib qurbonlik qiladigan mollarga bu mollarning qurbonlik mollar ekanligini bildirib, bo'yniga esib qo'yilgan bo'yinchoqlarga chekilishni harom qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini biladiganligini va Allohga hech qanday narsaning maxfiy emasligini bilishinglar uchundir. Ey insonlar, bilinglarki, Allah asi gunohkorlarga haqiqatan azobi qattiq zotdir. Sheksizki, Allah tavba qilgan bandasiga nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Payg'ambarning mas'uliyati faqatla kishilarga dinni yetkazish va ularga yo'l ko'rsatishdir. İnsanlar hidoyat yoki ozg'unlikdan nimani yo'shursa yoki oshkor qilsa, uni Alloh bilib turadi. Ey payg'ambar, aytqinki, ey inson, garchi nopok narsalarning va nopok odamlarning ko'pligi seni hayron qoldirsa-mu, har qanday narsadan nopok bilan pok hergiz barobar emas. Shuningdek, kofir bilan mu'min, osi bilan itoatman, nodon bilan olim, harom mol bilan halol mol barobar emas. Ey aql egillari, Allohning roziligiga erishib, jannatga kirish orqali murodinglarga yetishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Uning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yeninglar. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar dinda buyurilmagan ishlar to'g'riliq savol so'ramanglar. Agar sizlar o ishlarga buyurilsanglar, sizlarga cho'qim eg'ir keladi. Agar Qur'on nozil bo'layotgan va Muhammad alayhissalom hayot chog'da o ishlar to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga o ishlarning hukmi bildiriladi. Agar o ishlar sizlarga farz qilinsa, uni o'rinlayolmaysizlar. Shunga Alloh bandalarni asrab, ularga o ishlarni farz qilmadi. Alloh tavba qilgan bandalarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Gunohkorlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Sizlardan burun o'tgan bir qavm o'z payg'ambaridan shundoq ishlar to'g'riliq savol so'rgan edi. Bu ishlar ularga farz qilingandan keyin ular uni inkor qildi va o'rindamadi. Sizlar mu oshlardek bo'lib qolishdan hazar aylanglar. Bahira, Soiba, Vasila va Ham nomli to'gilarni butlarga atashdan iborat mushiklar paydo qilib olgan odatni Alloh buyurgan emas. Lekin kofirlar Alloh nomidan yolg'onni to'qib, Alloh shundoq buyurgan deydi. Kofirlarning to'lisi haqiqat bilan saxtalikning farqini ayriyamaydi. Allah halol qilgan narsalarni harom qilib olgan ashu kofirlarga, Allah nozil qilgan Qur'onga va Allohning payg'ambariga murojaat qilinglar. Allohning payg'ambari sizlarga halol harom masalalarini bayon qilib beradi deyilsa, ular bizga ota-bobolarimizdan qoldirib ketgan odatlari va so'zlari yetarlikdir deydi.
ularning ota-bovalari hech narsani bilmaydigan va hidoyat topmagan odamlar tursa, bu mushriklar qandoqlarcha ularga ergishidi. Ular o'zlaridan ozg'un va nodon odamlarga ergashmoqda. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allohga itoat qilib, uningga osiylik qilishdan saqlaninglar. Kishilar sizlarga ergashmagan taqdirdami, sizlar to'g'ri yo'lda mengishni davomlashtiringlar. Sizlar to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, kishilarni yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'sishdan iborat mas'uliyatinglarni ado qilsanglar, to'g'ri yo'ldan ozg'unlarning ozg'unligi sizlarga ziyon yetkazmaydi. Oxiratda hammanglarning qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Allah shu chaqda sizlarga amalinglarni aytib beradi va shuningga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, oranglardagi biriga o'lim yaqinlashganda vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga musulmonlardan adolatlik 2 kishi guvoh bo'lsin. Yoki sizlar safarda bo'lib, ajringlar yetib kelganda 2 musulmon guvohchi tepilmasa, musulmon emas kishilardan 2 kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar 2 musulmon guvohchining rostchiligidan gumonlansanglar, namozdan keyin, xususan asr namozidan keyin ularni elib kelinglar. Ular o'zlari guvohlik bermoqchi bo'lgan kishilar, ularning yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, dunyo manfaatiga aldinib, yolg'ondan guvohlik bermaydiganligiga, Allah roziligi uchun beriladigan guvohlikni qat'iy yoshirmaydiganligiga, navoda guvohlikni yoshirsa, albatta Allohning dargohida gunohkorlardan bo'ladiganligiga Allohning nomi bilan qasam qilsin. Agar vasiyat qilguvchining igi chaqinlari u 2 guvohchining yolg'on guvohlik berganligini yoki vasiyatni o'zgartib etganligini bilsa, u 2 guvohchining o'rniga meyitning eng yaqin varislaridan 2 kishi, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidan to'g'ridir. Biz guvohlik berishda haqiqatdan chetnab ketmadik. Agar biz haqiqatdan chetnab ketib, yolg'ondan guvohlik bergan bo'lsak, biz albatta Allohning cheklimasidan chetnab ketib, o'ziga zulm qilganlardan bo'lib qolamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Guvohchilardan sheklinib qolganda, ularni namozdan keyin qasam qildirishdan iborat bu usul guvohchilarni Allohning azobidan qo'rqib, eng to'g'ri guvohlik beradigan qilishga, yoki qilgan yolg'on qasmining varislarning qasmi bilan rad qilinib, bu dunyoda rasvo bo'lishdan qo'rqadigan qilishga eng yaqindir. Ey insonlar, Allohdan qo'rqinglar. Yolg'on ishga qasam qilishdan va yolg'on qasam qilib haromdan pul tepishdan hazar aylanglar. Sizlarga qilingan vaz nasihatga quloq solinglar. Allah o'ziga itoat qilishdan bosh tortgan pos qavmni hidoyat qilmaydi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Oqxon. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.